Bugünkü konumuz şehir ana planı tasarımı sürecinde cadde ve yolların genişliğinin öngörülmesi. Yani aytibdi, shahar bosh rejasini loyihalash jarayonida ko'cha va yo'llarning kengligini prognoz qilish. Gelecekteki ulaşım talebini çok umutlu kullanıcı ihtiyaçları ve kentsel gelişimi dinamiklerini esas alan sistematik bir planlama yaklaşımı. Yani bir yerde aytib gelecekteki bo'lishini kutilayotgan transport yuklamasi, undagi turlar aytibmiz, to'g'rimi? Transport turlari. Jamoat transporti, shaxsiy avtomobillar, bu yerdan foydalanayotgan piyodalar, ko'p farqli bo'lgan bu yerdagi ishtirokchilarning va shaharsozlik o'sish jarayoni bo'ladi, shaharning qaytarib o'sishi. Shularni hammasini hisobga olgan holda ishlanadigan jarayon bu hisoblanadi bu yerda. Bu yerda aytyapti, o'ngörning kapsami va derakligi. Cadde genişliği neden önceden belirlenmeli? Savol, birinchi navbatda savol tug'iladi. Prognoz qilishning tarkibi va uning ahamiyati, vazifasi va ahamiyati. Bu yerda aytyapti, ko'chaning kengligi nima sababdan oldindan hisoblanishi, prognoz qilinishi zarur. Ana plana aşamasında yetersiz öngörü, trafik sıkışıklığına, toplu taşıma, hastalıklarına, yer güvensizliğine ve sonradan yüksek maliyet kamulaştırma sorunlarının yol açar. Uzun vadeli planlama ufku genellikle 20-30 yıl olarak benimsenmektedir. Onların nelere dikkat etmemiz lazım? Taş yolu, kaldırım, bisiklet yolu, toplu taşıma şeritleri ve refüjler, altyapı hatları ve yeşil kuşaklar. Asadbek, qarang, bu yerda endi shahar boshqaruvchini rejalashtirganimizda, ko'chalarning kengligini hisobga olganimizda, ya'ni prognoz qilganimizda kerak yetarlicha bo'lmagan prognoz qilish natijasida bizlarda muammolar duch kelamiz. Bular nima? Trafik siqishligidan, ya'ni tirbandliklar kelib chiqadi. Jamoat transportining kechikishlari, piyodalar bu yerdan harakatlanayotgan piyodalarning xavfsizligi pasayadi. Undan keyin prognoz qilganimizda ma'lum bir masofa kengligini qabul qilamiz. To'g'rimi? U muammolar duch keladi. Tirbandlik boshqa. Ya'ni bizga u kenglik ham yetarlicha bo'lmay qoladi. Uni shu sababdan biz qayta loyihalashtirib, yangidan bosh reja tuzib chiqamiz. Ya'ni qaytadan ortiqcha mablag' bizdan ketadi, to'g'rimi? Ortiqcha sarf xarajat bo'ladi. Bu uchun bu yerda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa uzun ko'proq vaqtni oldindan loyihalashtiramiz. 20-30 yil va undan ko'p bo'lgan vaqtni hisobga olgan holda. Unda biz nimalarni ko'cha yo'l qatnov qismida nimalarni e'tiborga olishimiz kerak? Tashqi yo'l, ya'ni transport qatnov qismi, qoldirim nimalar? Trotuarlar, velosiped yo'li, jamoat transportlarining yo'nalishlari, qatnovlari, ya'ni polosalar va alohida ajratilgan yo'llar va aytamiz ham har doim aytamiz, ko'cha yo'l tarmog'ida tagidan muhandislik tarmoqlarini o'tkazamiz. Gaz, svet, tok va boshqa aloqa, telefon, internet va bu yerda yana qo'shimcha qo'shib ketishimiz kerak, yashil hududlar. Yetersiz o'ngörning so'ng'ishlari, ularni boyaga aytganimizni yanada chuqurlashtirib birma-bir to'xtalib ketamiz. Yetersiz o'ngörning so'ng'ishlari, ya'ni keraklicha qilinmagan analiz va prognozning natijalari, ya'ni yomon natijalar. Trafik siqishiqligi va yo'l kapasitesi artan talep karşısında yetersiz kalib, yo'l soatlarda jiddiy kechikmalar yashanadi. Ya'ni bu yerda aytibdi, birinchi navbatda prognoz qilishdagi muammolardan birinchisi tirbandliklar. Yo'l hududida
buradagi tirbandliklarni, ya'ni bu yerga bo'lgan talabni yuklamani ortib ketish natijasida o'tkazish qobiliyat tushib ketadi va bizda bor chastlik degan kechki va ertalabki vaqtlarda chastlik vaqtlari bor. Ya'ni transport harakatida keragidan ortiq yuklama tushib ketadi. Shu yerda vazifasini to'g'ri bajara olmay qoladi deyapti bu yerda. To'liq tashma avtomobillar kerak yo'qligi nedeniyle otobüs va tramvay safarlari düzensizleştirilib, yolculuk süreleri uzar. Yine bir yerda nima deyapti? Transport turlari ichida shaxsiy avtomobillardan tashqari shahar transport tarmog'idan foydalanadigan jamoat transportlari bor. Ularga o'zi alohida yo'l ajratilmasligi mumkin. Ajratilgan taqdirda ham tirbandliklar ta'sirida ular kechikishi yuzaga keladi. Bu yerda aytyapti, bu yerdan foydalanadigan insonlarning vaqtlari, ya'ni kutish natijasida kechikishlar natijasida ularning vaqtlari befoyda ketadi. Güvenlik riski yaya va bisikletchilar uchun yetarli alohida aylanmasi qazo riskini doğrudan arttırır. Biz bundan avvalgi mavzularımızda o'tganimizda piyodalar harakati va velosiped harakatlarini ta'minlashni, loyihalashtirishni o'tgandik. To'g'rimi? Bular uchun alohida yo'llar, ajratilgan yo'llar, alohida ajratilgan yo'llar loyihalashtirdik. Bu yerda aytyapti, ular uchun alohida ajratilgan yo'llar to'g'ri prognoz qilinmasligi, analiz qilinmasligi natijasida nimalar kelib chiqadi? Ularning xavfsizligi pasayadi. To'g'ridan to'g'ri otishi yuzaga keladi. Bu transport yo'ldan qatnoq qismidan nima? Piyodalar, velosipedlar kesib o'tishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni to'g'ri transport, ya'ni bu yerdan o'tayotgan boshqa transport turlarining ko'pligidan va bu yerda aytyapti, yetarsiz o'ngörning so'ng'ishlari prognozning yetarlicha qilmagani va yoki xato qilgan natijasida kelib chiqadigan muammolarni aytamiz. Prognozni xato etgani uchun shu muammolar kelib chiqadi. Biz aytyapmiz, ya'ni aytib-ku boya biz o'rtacha qiymat olmasligimiz kerak dedik, to'g'rimi? Eng yuqori ma'lumotlarni olishimiz kerak. To'g'rimi? Misol chastlik vaqtida yo'l transport ko'cha qatnoq qismidan 3,5 metr mashina o'tadigan bo'lsa, chastlik vaqtida 5 ming o'tishi mumkin. Biz eng yuqori bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. Shahar bosh rejasini loyihalashtirganimizda, ya'ni kelajakda bu muammolar bilan duch kelmaymiz. Tushunarlimi? Genişlik tahminini etkileyen temel faktörler. Aytyapti, kengligini bugün nima qilyapmiz? Ko'cha va yo'llarning kengligini prognoz qilyapmiz. Prognoz qilishimizda bizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan faktorlar, omillar bor. To'g'rimi? Bular nimalar? Nüfus ortishi, yeni yerleşim, ticaret ve sanayi alanları cadde ana en yük getiren olan demografik büyüme tahmini doğrudan ilişkidir. Analiz qilganimizda nimalarni e'tiborga olamiz dedik? Birinchi navbatda aholi soni. Ya'ni bu yerda aytyapti, insonlar qayerda yashayapti, joylashgan va odamlar qayerda yuradi? Turar joyda tijorat, ya'ni tijorat bo'ladigan savdo-sotiq, supermarket, gipermarket va sanoat alanlari ishlab chiqarish hududlarida eng ko'p yo'lga, ko'cha yo'lga eng yuklanma tushayotgan hududlar shu yer hisoblanadi. To'g'rimi? Ya'ni aytaylik, u bilan, ya'ni inson soni, aholi soni bilan transport eng yuk tushayotgan hududlar bir-biriga to'g'ridan to'g'ri bog'liq deyapti. Keyingisi funksional belgilama. Merkezi iş alanı, umut, sanayi ve rekreasyon bölgelerin her biri farklı ulaşım yükü ve profil gerektirir. Biz aytdik, shahar bosh rejasini loyihalashtirganimizda funksional hududlarga bo'lamiz dedik. To'g'rimi? Turar joy, ishlab chiqarish, jamoat hududlari, yana boshqa. Bu yerda aytyapti, shahar markazi, masalan, shahar markazi eng ko'p insonlar va
har birining transport yo'l qatnov qismiga yuki alohida o'zining miqdorlari bor. Bu yerda rekreatsion, qadam etilgan dam olish hududlari, to'g'rimi? Bu yerga kelayotgan insonlar va transportlarning soni, hukumat turar joy hududi, sanoat ishlab chiqarish, bularning har biri transportga yuki alohida deyapti. Gelecekdagi trafik oqishi kunlik o'rtalama trafik yig'imida eng yo'g'in soatdagi yo'l davomini va oliy yuk bo'limida sabab bo'ladi. Ya'ni kelajakdagi harakat oqimi nima qilyapti? Bu yerda kunlik o'rtalama trafik yig'imida deydi. Ya'ni boya aytganimiz saytli o'rtalama, o'rtacha qiymatni olib kelmasdan yo'g'in soatdagi, chaslik vaqtdagi ma'lumotlarni, ya'ni yo'nalish oqimlarini va statistikani olib eng yuqori bo'lgan ma'lumotlarni olib kelishimiz kerak deb aytib turibdi. Çok moda ulaşım, yaya bisikletli ve toplu taşıma kullanıcıların güvenliğin tasarıma entegre edilmesi zorunlu kılar dedi. Aytibdi, turli xil bo'lgan transport turlari bor. Qatnashuvchilar bor, yo'l transportda sistemasida qatnashuvchilar bor. Yaya, aytibdi, piyodalar, velosipedchilar, jamoat transporti foydalanuvchilarining xavfsizligini ta'minlash, ya'ni buni prognoz qilishga integratsiya qilishimiz kerak. Yo'l qatnov qismining ko'ndalang kesimi degan o'tib, to'g'rimi? Bu yerda har birining alohida ajratilgan yo'laklarni hisobga olishimiz kerak, ya'ni integratsiya qilishimiz kerak. Qatnov qismiga faqatgina transport uchun emas. Ya'ni ular boshqa ishtirokchilarning xavfsizligini ta'minlashimiz uchun. Kentsel va çevresel kısıtlar, aşırı geliştirme, arazi tüketimi, ekolojik baskı ve estetik sorunlara yol açar. Denge şartlar. Yani bu yerda aytayapti, shaharsozlik va ekologik cheklovlar biz prognoz qilganimizda to'g'ri sharoit yaratib beramiz deb kengaytirganimiz bilan biz bu yerdan foydasiz foydalanib qolishimiz mumkin hududdan. Yani bu yerda aytayapti, ekologiyaga ham ziyon yetkazmasligimiz kerak deyapti, muvozanat saqlanishi kerak.